Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 3-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa, bugundan boshlab zavodimizda ish faoliyatini boshladik. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, zavodda qanaqa do'konlar terilyapti va qanaqa tayyor do'konlarimiz bor, razmerlari necha, narxlari necha pul sotilyapti, hammasi haqida ma'lumot beraman. Xo'p, birinchi do'konimiz 4 ga 3 razmer. Profillar mana 8 ga 8 baqvati. Mana ichlarini ham olsanglar bo'ladi. Mana devor MDF. Mana penoplastlar qo'yilgan uteplit qismiga mana. Polni. Bu nalichkaga taxlanyapti, yangi fason, xudo xolasa. Tashqarilar tunikafon qalini antrazet. Ikkinchisi, bu qayerga edi bu? Bu bo'ldi. Bu 4 ga 3 chinozga taxlanyapti. Buni narxi 29,5 million sotilgan. Orqada eshik, mana bu yoqda katta forchka, mana oldida ham forchka bo'ladi, xudo xolasa. Mana ramalari, karkazlari, tashqi fasadi, tunikafon, ichlari xuddi bunday MDF bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p. Bu do'konlarimiz nalichkaga taxlanyapti. Xudo xolasa tayyor bo'ladi 2-3 kunda. Ikkalasi ham 3 ga 2. Buni narxlari 16 million, 17 million atrofi chiqadi, xudo xolasa. 2-3 kunda tayyor bo'ladi. Bu do'konimiz nalichkada bu 31 million so'm narxi, mokriy yashil 6 ga 3 forchkalari bor, orqada ham forchka bor. Bemalol, mana ichlarini ham bitta olib. Pollar 1.8 MDF, devorlari ham MDF, mana ko'rsanglar bo'ladi. Orqada forchka havo almashishiga. 1 yil garantiyasi bor, xudo xolasa, 1 yilgacha bepul servis xizmati bor bo'ladi. Mana bu yangi chiqqan fason kitayskiy korona mebelni mokriy, mana kombinatsiya qilib qo'yilgan. Mana antrazet, tunika, mana ko'rsanglar bo'ladi. Sifati a'lo darajada, yangi fason. Bu 4 yil 5 yilda eskirib ketadigan do'kon emas, yangi dizaynda qilingan, xudo xolasa. Mana forchka kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa yopib qo'yilaveradi. Orqada ham mana ikkita forchka orqada. Ichini ham krupni olaylik. Bu ham 1.8 MDF, devorlar ham MDF, mana. Mana forchka, tepala plastik, oldilari antrazet, akfa va 4lik shisha. Do'konlarga ishlatiladigan profillar 8 ga 8. Yangi profil ishlatiladi. Hammasi mana yangi material, hech qanaqa eski profillardan ishlatilmaydi. Ko'pchilik mana eski profil ishlatadi. Arzonroq olaylik, arzonroq chiqadi. Yo'q, bizning zavodskiy qalin. Mana akfalargacha yangi mana pachka, xudo xolos mana. Akfa, mana do'konning akfalari, xullas hamma narsa yangi materialdan ishlatiladi. Mana bu do'konimiz 4 ga 3 Buxoro viloyatiga tayyorlanyapti. Bu do'konimiz 25 millionga sotilgan bu do'kon. Ikkita eshik, orqada bitta forchka, qolgan joyi A5 MDF dan qilingan. Mana bu nalichkaga chiqyapti, xudo xolasa. Bu sandwich panel, mana ichlaridan ko'rasan. Bu tagi polni karkazi, mana sandwich panel qilinyapti. Xudo xolasa bu ham bir 3 kun, 2-3 kunda tayyor bo'ladi. Bu ham nalichkada narxi chiqib qoladi. Где-то 31 million, 32 million atrof chiqadi bu. Sandwich panelli 6 ga 3 do'konimiz. Mana bu fast foodga mo'ljallangan, buni olsang bo'ladi. Ikkita forchka, mana. Ikkita forchka oldida, ichida mana bitta, ikkita, obshi 4 ta forchka, ikkita eshik. Tagi 1.20 sm yopiq, mana bemalol saboyga ishlasang bo'ladi, bunisini zal qilib ishlatsang bo'ladi. Bu ham nalichkada 33 million so'm bo'lsa berib yuboramiz. Fast food uchun luboy nimaga ketaveradi bu? Biznes yo'nalishiga. Mana ichlari. Juda ham sifatli chiqqan bu ish, mana. Mana ichlarini kelib, oling. Zal. Mana forchka, mana bunisi ham ochiladi. Bemalol tepaga ochsa bo'ladi. Bu yerga mana bu yerga kuxnya qo'ysa bo'ladi. Stolishniy mana bu tarafga ham ketadi. Bu tarafi 7 ga 3. Bu ham nalichkada, ikki tarafi 2 metrdan yopiq, 4 metr, o'rta 3 metr. Obshi 7 metr. Polkalari bilan birga.
Mana polka faqat orqaga, xohlovchilar uchun ikki yonga ham qo'yib beraveramiz. Mana taraflariga qo'yib beraveramiz xohlovchilar uchun. Mana ikkita fortishka, tepa plastik, polimiz ham MDF. Bu 8 lik. Xo'p, mana bu do'konimiz 6 ga 3. Bu nalichkada buni 30 million 31 millionga berib yuboraman. 31 millionga. Telefon qilsa yana kelishamiz. Maloshni mokri kombinatsiya qilingan, вообще zo'r chiqdi, to'g'risi. O'zimga yoqdi, rangchalari juda ham tiniq. Poli ham mana Bru 8 li MDF, ikkita fortishka, devorlar mana oq tilla svet, xudo xolasa. Poli ham mana kirchimol, loy bilan bosib kirganda ham bilinmaydi. Loy, chang umuman bilinmaydi. Antrazet akfa mana. Bu ham nalichkada, xudo xolasa. Hop. Bu ham nalichkada 5 ga 3. Buni 27 millionga berib yuboraman. 27 million. Sifatli materialdan qilingan hammasi mana. Profillar mana bir xil 8 ga 8 qalini, mokriga yashil. Mana ikki chet kassavoy shisha, mana o'rtada 1.20 eshik, mana ichlari. Bu ham juda ham sifatli, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Respublika bo'ylab dastavka ustunovka qilib beraman, xudo xolasa. Xo'p. Bu ko'chma uy. Buni 25 millionga berib yuboraman buni. Xo'p, mana bu. Endi terilyapti, xudo xolasa, mana 7 ga 3 razmerda. Endi terilyapti. Endi polga qanaqa material ishlatiladi, devorga qanaqa ishlatiladi degan mijozlarga mana MDF polga mana qalini, mana press qilingan. Mana polli hammasi. Mana bu devorli. Mana. Xohlasanglar uni devorga ishlatsak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Xohishga qarab mana. Devorli, mana tiniq rang, mana sariq sveti ham bor. Xohlasanglar. Tunika. Mana. Hech narsani nima deydi, yashirmaymiz, hamma narsani ochiq oydin ko'rsatamiz, chunki sifatli materiallardan qo'rqmayman, to'g'risi. Mana. Antrazet tunika. Mana bu mana shiperlilar. Xullas, ishimizga garantiya, xudo xolasa. Narx bo'yicha ham bemalol katta gapirib ayta olaman. Arzon bizda respublika bo'ylab dastavka ustunovka o'zim qilib beraman. Shu narxning ichiga, xudo xolasa. Kimga shunaqangi arzon, sifatli, ko'chma do'kon kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. O'zim olib borib, o'zim o'rnatib, xudo xolasa, nima deydi? Ishga tayyor holda qilib berib qaytamiz, xudo xolasa. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, xudo xolasa kelishtirib, respublika bo'ylab dastavka ustunovka qilib beraman. Rahmat, sog' bo'linglar, salom qiling.